ilahiy tecelli kılkan bir muhitni berpa kılış arkalık dünya ve ahiretin bahtlarına gelişimiz lazım demekçe. Cihat veya niyet var iken, ondaki cihatın aldan tayarlık boğan hicretten mevcuttur demek. Bu cinayet kılmışlık karşı turşun ibaret, hakkani kurşun uzun yakacak aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli dinleyiciler. Yeni bir katımda uçuk söhbet programımızga kelgenlerni kızgın qarşılaymiz. Ben Abdullah Yalqun. Qadirli qarindoshlar, bugungi söhbet programımızga hammalarga ma'lum bo'lgandek, hurmatli jamoat arbobi Abduqodir Yevjon akamiz taklif qildik. O'zining qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Xo'sh keldingiz. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Men rahmat aytaman. Qadirli qarindoshlar, bugungi suhbatimizningki mavzusi bo'lsa, ya'ni bugun Xitoyninki yeni bir, yani nəhayət xətərlik bir qurban izləyətqanlığından ibarət bir şun bir puraqlarını, şun bir xəbərlərini görüyatımız yaxında bir nəhayət gücləniyatdı. Məlum bolğanda Xitay şu bir qancha həftədən bu yan Beyjingdə ümumi yığın açıb bütün vəkillərini yığında hər xil müzakirələrini edib verib, bunun cümləsindən vətənimiz Şərq Türkistanda qandaq bastırışlar, yeni bastırışlarını elib beriş to'g'riliqqa akillardan nurg'un yo'l yo'riqlarni elib berayotgan shu paytlarda bu yig'in qatnashgan Şinjan vakillari, atalmish Şinjan vakillari bu qo'rchoqlarni nurg'un so'zlarni qabul biz o'tgan suhbatimizda ularning so'zlagan bildirlashlarga raddiya berib o'tgan bo'ldik. Bugun ham shu yig'inda tilga ilinib o'tgan va bugun nurg'un xalqaro axborotlardami, Turkiyaning ichidagi axborotlardami shu yig'in qatnashgan, masalan, Şinjanninki bu Jiang Qunshan degan Xitoyninki so'zlagan so'zi va shundaqla yangidan raislikka tayinlangan Shuhrat Zakirning muxbirlarga bergan shu yig'inda, 3-umumiy yig'inda so'zlagan so'zlarda Xitoy hozir burunmi davomli vatanimizda qanday bir ish yuz bersa, davomli shu sirtdagi kuchlarga terrorchilar anda qildi, manda qildi deb shunga bog'lab kelayotgan Xitoy. Hamda hozir bugun dunyoda Iroq Sham islom davlatidan iborat bu kuchga, Daesh deb atalgan bu kuchga qarshi dunyo birlashayotgan, dunyo shundan qarshi chiqib, shuni yo'qotishimiz kerak deb hamma birlashgan, bütün davlatlar birlashayotgan bir paytda Xitoy bu yerda nihoyat yerigarlik bilan yana shu qopqonning ichiga xuddi burun Al-Qoidaga kirgizgandek bu qopqonga Uyg'urlarni shuning ichiga selib turib xalqaro qarshi chiqayotgan bir fursatdan foydalanish maqsadida shu qalqon qilib turib Uyg'urlarni teximmak bostirish, yo'qotish g'arizida burun axborotlarda shu yerda Suriyada urush qilayotganlar bor, urush qilayotganlar bor, shu yerga ketganlar bor deb bildirlayotgan bo'lsa, endi hozir u yerga qaytib ashay berib, mashq qilib, urush qilib, qaytib kelib hozir vatan ish qilyotdi. Biz qaytib kelgan Shuhrat Zakirning so'zida ham biz shu Iroq Sham islom davlatiga qaytilib urush qilganligini qayd qilib, hozir rayonning muqimligi bizning kontrollik ostimizda, nihoyat biz nurg'un hujumlarni planlanish bosqichida biz chiqildik biz. Ular shu qaytib kelayotganlar bor, yaqinda men mushlarni biz ular hujum qilishdan burun bitishit qildik, to'xtatdik deb bu so'zni degan bo'lsa, Jiang Qunshan degan Xitoymi nima deganda shu qaytib kelganligini bir turkumlarninki vatanga qaytib kelganligini va ularga qarshi harakat edib borganligini u deb shu planni tuzadi. Bu yerda uch holatda bir cho'ng bir qurbonlikninki tayyorlanayotganligi, ya'ni buni asos qilib turib, bu qalpoqni kiydirib turib Uyg'urlarni cho'ng bir bostirish elib borganligidan iborat bir ishorat ko'rilib turibdi. Biz shu xususda shu haqda hurmatli Abduqodir akamninki fikrini olamiz. Marhamat. Shunga qanday qaraylar? Oldindan Xitoyninki da'vo qilishi, sirtqa chiqqanligini da'vo qilganligi, uning keyindan ham qaytib kelib mishali ish qilmoqchi. Hamda bu masala nihoyat Xitoy buni desek biz bugungi bastırganligimizning obdan banasi deb qaraydi. Biz ham buni ishni sal boshqaroq boshlaymiz endi. Xo'sh.
Xitoy kommunistik tajovuz Sharqiy Turkistonga bostirib kirgandan boshlab zulm to'xtatgani yo'q. Sharqiy Turkistonning 49-yildan boshlab 60 bugungi davrga kelguncha Sharqiy Turkistonda yashash imkoni topolmagan barliq muhojir qarindoshlar chiqib shu bu davoni olib beryapti. Qo'ldan kelgancha olib beryapti. Bu bugun bu narsaning hech qanday xalqaro ta'siri ko'ktib unumi bo'lmadi. Önüme bombagandan keyin 2009-yil 6-7-oyga kelgandan keyin Xitoy g'aljirlashib nega yetdi? Bu jinoiy qilmish butkul xalqaro ayıplash, insonlik ayıplaydigan, musulmonlik ayıplaydigan bir nuqtaga yetib bordi. Ayıplash zaten shu bostirib Sharqiy Turkiston besib chiqishlarni ayıplash kerak, qarshi turish lozim. Ammo buni mayli islom, mayli insonlik nuqtasidan hech kim bunda qilmadi. Qarshilik bildirmadi. Qarshilik harakatlari Xitoy Sharqiy Turkiston bostirib chiqishga davomlashdi. Ammo bu kuchli inkas va ta'sir qo'zg'amadi. Mayli Xitoy ichida, mayli chet elda bu ta'sir qo'zg'amadi. Ta'sir qo'zg'amagandan keyin anda bu yerdagi chet el chiqqanlar uchun xalqaro yig'in o'tkazdi. Zodi Xitoy qarshi turgan fikri faoliyatning, mush insonning qo'lidan kelgan faoliyatning hammasini o'tkazish orqali Xitoyning Sharqiy Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik, ya'ni yo'qotish, ya'ni Sharqiy Turkiston xalqini, mazlum xalqini tamoman yo'qotishdan iborat bu qarniyatiga qarshi barliq shu quroldan boshqa barliq vositalarni qo'llandi. Hech qanday narsa kar qilmadi. Kar qilmay 2009-yildagi shu bu qonliq bostirish, ya'ni bizni ko'ligi biz chirimizda talab qilmadik. Sharqiy Turkiston qiz yigitlari u yerga chirishni, u yerga ishlab bilimedishni, iqtisodni taraqqiy qilishni talab qilgani yo'q. Sen qasddan shu Sharqiy Turkiston bo'libmi, Sharqiy Turkistonning janubiga markazlashtirding bu ishni. Nimishqa u yerda qo'yiqchi milliy tus, diniy tus var. Buni yo'qotish uchun yosh bolalarning intayin muhim rol oladiganligini to'nib yetib, tafakkur tayyorlik qilib, andan bularni ko'liga etchirish orqali ishnomi bilan taraqqiy qildirish, iqtisodni taraqqiy qildirish, ilm ma'rifatni taraqqiy qildirish atalmish. Nom bilan etchirib qanday qilsa ishlatding. Ko'li yana ma'lum qul qilding seni. Ana qanoat hosil qilmay, kechada soat 1da kirib urib qilgan qilib yüzler kız yigitimizni o'ttirib yetdi bu Xitoy. Buni hozir to'rdimi ben? Buni men yani ulishgan 3-4 kun oldi, yani eshitib qolgan taqib etmişdik. Yurakchi buni chig'ilib bo'lmaydi. Buni ko'rgan Sharqiy Turkiston qiz o'g'il yigitlari buningdan qutulishning tek yo'li zodi nima? Xitoy bugun Sharqiy Turkiston xalqini besvelish bilan qanoat qilmay, mol mulkini echkitib, buning bilan qanoat hosil qilmay, Sharqiy Turkiston xalqini tamoman yo'qotish uchun qadam bosdi. Buningdan qutulib qolishning chorasi nima? deb izlab, cho'qim buning quroli bilan qarshi turishimiz kerak degan hukm shakllandi. Alhamdulillah. Biz buni qanday qarshi turamiz biz? Sharqiy Turkiston xalqimiz bir necha qatim dedik. Har bir so'zimda bor. Biz Xitoyning shu Sharqiy Turkiston xalqini 35 million, 40 million Sharqiy Turkiston mazlum, pok, ma'sumchu, oqko'l bu xalqni yo'qotishdan iborat mushu jinoyatga qadam bosgan ahvol ostida bir inson, bir musulmon, bir maxluq bo'lish sifatimiz bilan buni qanday qilishimiz kerak? To'g'ri. Buni qanday qilishimiz kerak? Bunun zaten çaresi var mı yok mu? Diyen meseleniz de çokum Xitoyning bu jinoyatiga bugün Xitoy bugun harbiy jihatdan qarshi turibdi. Sen topatsa bir bayli plan bilan tikishari bilan bugün zamonaviy lozimli qurollar bilan o'ltirish Sharqiy Turkiston xalqini, Sharqiy Turkiston bunun qarshi uchun o'zining siyosiy kelajagini, siyosiy taqdirini, ya'ni kelajak taqdirini belgilash uchun bunun qarshi harakat qilsa terrorizm deb bostirsa. Bugün Sharqiy Turkistonda bo'layotgan harakatlarni xalqaro, ya'ni insonchilik buni terror deb qabul qilmadi. Tamoman o'zini qo'g'dash, o'zini saqlab qolish, o'zini mudofaa qilishdan iborat mush kurashga qadam qo'yg'izayotgan narsa Xitoyning zulmi, tajovuzchi, zo'ravonligidan iborat mush piyli jinoyat Sharqiy Turkiston xalqining o'zini qo'g'dashga ilib boradigan bu kurashni shakllantirdi deb qarayapti. Amaliyotmi shu?
Bugün Şarkı Türkistan davasını bu zulümge karşı turuşta nerede tepilse muş küreşini kılış siyasi muhiti imkan nerede tepilse şöyle bervatadı Şarkı Türkistan halkı. Bu Amerika tepildi dep qargal Amerika turup kılıvatadı. Şuna mı ya küreşine? Avrupa turup kılıvatkallıva. Saudi Arabistan'da Pakistan Orta Asya turup kılıvatkallıva bu küreşini. Ha, şunun bilen birge Suriye turup kılıvatkallıva. Qanday qilamiz demsa? Nega varimiz? İnsanlık doğrusu kişilik hukuk demokratiya insani hukuk teşkilatlarının hemmesi berip olduk biz. Şundak mı şundak emas mı? Şundak mı şundak emas mı? Bunun hiç kası Xitay'dan ibaret bu insan kalbinden çıkan bu rezil cinayetçi aldı kar kılmadı. Kar kılmagandan keyin to'xtabdi. Bu şekilde yaşaşkı bo'lmaydikan. Şuna insan hukukları kişilik demokratiya bilan hukuk talep kılıvatkanlığı için karşı turishlik sen şu akmagan gap köşni qilaveramiz sen. Bu akmısa Xitayga. Xitay gap anlamasa bu insanlıkның terkibi kısmıdan bo'lmasa bu Xitay. Bunaqa qanday qilamiz? Qo'ral bilan bostiradi. Ey, yakanda tashlagan bombardiman nima u? Qo'lda qo'ral yo'q odamga. Bunu yani qanday qilamiz endi? Qo'ral bilan qarshi turish imkoniyatini izlamakdan boshqa choramiz yo'q. Uyadi shu. Ha, biz necha qatim dedik Xitoyga Beijingga ketib xalqimiz men mana zulm uçurdum dedi. Xat yazıp, yüzü berip. Eni solap koydu. Şarkı Türkistan'ın yüzüde taylık vilayet naildi ço. Menin mana zulm uçurdum. Bunu ço bir taraf kıl dedi. Eni solap koydu. 2009 yıl Burçon kız jigitlerimiz ejer kulede urup öttürüp etti. Bununla Xitay'ın kızıl bayrağını kötürüp çıkıp muş cinayetçiliğini cezalap beson. Nim için kuleye geçir gitse eningden kinço bunu solap urup öldürürse bu cinayetçin senin kanunun bu cezalap bedep Kompartiyanın kızıl bayrağını bu kızıl bayrağını kötürüp çıkış kati olmaydı. O kancık işte süydürüp koysak mı? Kancık işte süydü koşuk getirgen bayrağı kötüre şikayeti olmaydı Kompartiyanın kızıl bayrağını. Her bir insan o kızıl bayrak karab tükürüp ötüşe lazım. O Müslüman koğanın kaydaş mescid geçirip yaptı. Nimiş geçirip aldın mescidke? Aş bayrağını kötürüp güzel şekilde çok itiraz bildiğin halkımızın keçi tokusup öttürüp etti. Mınlarca adam öttürüp etti. Mınlarca adam izdireksiz yok. Bugün hala bugün. Bunda ahvallı köygen Şarkı Türkistan'daki oygakçı, hakik kalbi iman bilen ve insanlık bilen tolgan bu kayrindaşlarımız, kız jigitlerimiz ondan desturup bu köreş karşı turuşunun yolu. Bunu maçta ola fikir kılış emesken, Xitayga işlemeydi kim bu? Şunun için qanday qilishimiz kerak? Qo'limizga qoral qarshi turishimiz kerak degan iddiyancho Xitoyning zulmi, tajovuzchilik Sharqiy Turkiston elib borgan qirg'inchilik keltirib chiqadi buni. Endi bugun qanday qiladi? Sen 10-oyda yuz bergan. Shuq nemishqa Suriyadan chiribdi demading o gapni? Suriyadan hech kim chimini Xitoy. Nima shu yoq demaysa? Ha, bugun xalqaro shu. Iroq Şam ve İslam devleti boğan karış hareket umumlaşkan bugün peytte şunun terkibinin orun alamaz. Dep sen çoğun bugün bunu sepsetini uydurup çıkması tahmet kılıp karıcaplap Şarkı Türkistan halkını muşinağın bilen bastırmızdı. Sen tarihten bir vaziyet qarab çoğun. Kalpakını keydürürsen şu vaziyeti nim baza tapkan baz şunu koyaplam çoğun. Şarkı Türkistan halkını bastırıp geldim. 58 yıl şu bastırıp gelgendim başta bunu tekrar dedim mi? Eçilip Saraç dedin, Medinet İnkılabı dedik, yer ıslahatı dedin. Bir İda Sempembe dedin. Türlük isim bilen. 2000 gelgen çağınımızda terörist dedin. En altı şu Pan İslam dedin, Pan Türk dedin. Yani bugün yani şunun kolgatısı. Bugün hem de şu. Yani şu okşaş adam. Okşaş kafir, okşaş Müslüman, okşaş mazlum, okşaş çok zalim bir adam. Bu zalim karşı küreş, toktap kalkın yok. Xitay bugün hem de kanaklı oturdu. Yani
Şam, Iroq islom davlati degan bu ikki nimaga bu guruhga atib turib Sharqiy Turkiston xalqini buningdan keyin bostursam, Amerikami, dunyomi, g'arbmi, sharqmi, hech qanday insonlikdan gap ocholmaydi. Shuning bilan buni shu qirib yo'q qilaman deb, andan shu bana qilib aytirayotgan narsa. Endi Sharqiy Turkiston xalqi bugungi zulmdan, bugungi shu xo'rinishdan, bugungi aziyatdan qutulishni davlat jiddiy taqozo qilyapti. Buningga chiqish yo'li izlayapti. Qanday qilganda chiqish yo'l topa olmaymiz. Qanday qilganda Xitoydan iborat bu rezil jinoyatchidan qutulib, bugun o'zimizning davlatini o'zimiz qura oladigan bir holatga yetamiz degan hukm shakllandi. Buningga qarta nima imkon bo'lsa, shu yerda qilyapti. Amerikada qilyapti, Yevropada qilyapti, boshqa qilyapti. Mushumi o'xshash, Suriyadagisi o'xshash, Afg'onistondagi o'xshash. Onda bo'lgandan keyin qaz Amerikami, Yevropami, G'arbmi bugun Sharqiy Turkiston xalqi qilayotgan zulm ostida tiymoq tatlab shu tumoqdan boshqa hech ish chiqib bo'lmadi bular. Onda bo'lgandan keyin bu gap oqmaydikin endi deb o'zimizning taqdirini o'zimiz siyosiy kelishgan o'zimiz hal qilishdan iborat to'g'ri bo'lgan yo'lni tanladik. Dunyoning har qanday yerida shu mush imkon topildikin shu yerga bordi Sharqiy Turkiston xalqi. Berib, o'zini yitildirib, bu zulmga, bu ishg'olga qarshi o'zining shu dunyoga bo'lgan jakasini e'lon qiladi. Buningda hech farq etmaydi. Shu bu shaklda tushunishimiz kerakki, Xitoyning Sharqiy Turkistonda shu elib berayotgan qirg'inchilik, bu jinoyatlarga shu qarshi turish bir musulmonchilik, bir insonlik majburiyat taqozo qilyapti buni. Buni Sharqiy Turkiston xalqi emas, Xitoyning Sharqiy Turkistonni elib berayotgan shu qirg'inchilik jinoyati tug'dimini shakllantirdi. Shu bu shaklda tushunishimiz lozim. Rahmat, Allah razı olsun. Evet, yaxshi yechib berdi. Hurmatli ko'ruvchilar, shuna qilib bu qatimli suhbatimiz mishada oxirlashdi. Inshaalloh yana bir qatimli suhbatimizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. İlahi tecelli kılkan bir muhitni berpa kılış arkalık dünya ve ahiretin bahtlarına gelişimiz lazım demekçe. Cihat veya niyet var iken, ondaki cihatın aldan tayyorlik bo'lgan hicret ham mevcuttur demek. Bu jinoiy qilmishlik qarshi turishdan iborat haqqoniy ko'rishni dunyoga kaldı.